Bir qishloqda aka-ukalar yashardi. Aka qishloqda qolishni ma'qul ko'rar va o'ylardi. Bunday aynigan zamonda shaharga borib, gunohga to'la hayot kechirgandan o'z joyimda cho'ponlik qilay va ma'siyatlardan uzoq yuray. U erta tongdan to shomgacha podani o'tlatar. Doimiy zikr va shukr bilan hayot kechirardi. Ukasi esa shaharga borib ko'sibchilik qila boshladi. Kunlarning birida aka ukasini ko'rib kelmoqchi bo'ldi va qo'y echkilar sutidan meshga solib shaharga yo'l oldi. So'ray-so'ray ukasining manzilini topdi, ukasi bilan ko'rishdi. Sutli meshni devordagi mixga osib suhbat boshlashdi. Shu payt ustaxonaga bir ayol kirdi. Oyoq kiyimini ta'mirlash mumkinmi yoki yo'qligini so'radi. Uka mijozning poyabzalini ko'rdi va tuzatish qiyin emasligini aytdi. Ayol chiqib ketdi. Bugungacha qo'y echkidan, keng yaylovlardan boshqa narsani ko'rmagan akaning ayolga xayoli qochdi. Buni ko'rgan uka akasiga dedi: "Odamlardan uzoqda vali bo'lish oson, biroq ular orasida yurib, gunohlardan saqlanish ancha qiyin." Akasi unga javoban bunday dedi: "To'g'ri aytding. Bunday manzaralar ma'naviy o'sishga to'siq bo'ladi. Shu sababli ham menda yuksalish emas, aksincha pasayish bor." Nimaga asoslanib bunday deyapsiz? Axir yoningga kelib bir o'nda pastga quladim. Sen esa bunday odamlar bilan har kuni yuzma-yuz kelasan. Shu ahvolda yuksalishim mumkinmi? Men ham shuni aytayapman-da. Har qanday holatda ham o'zingni, iymoningni gunohlardan asray olish eng muhim vazifa. Allohga hamdlar bo'lsin. Shu vaqtgacha buni uddalab kelyapman. Cho'pon aka dedi: "Meni bir o'nda tuban tushirgan ahvolga sen har kuni duch kelasan va o'zingni nazorat qilishni uddalayapsan", deya ukasini quchoqlab e'tirof etdi. "Sen haqsan. Gunohlardan saqlanish uchun odamlardan uzoqda emas, balki ular orasida yashab, taqvoda sobit bo'lish muhim ekan."